Занимается спортом 8 лет. Встречайте, чемпион мира Музафар Раджабов! Синий угол вызывается спортсмен Нафис Тагиев, Казахстан. Hurmatli muxlislar, endi 90 kilogramm vazn toifasida ishtirok etadigan sportchilar ringga taklif etilyapti. Muzaffar Rajabov O'zbekiston terma jamoasi tarkibida harakat qiladigan sportchi birinchi bo'lib ringning qizil burchagidan joy egalladi. Buxoro qo'l jangi maktabi tarbiyalanuvchisi, Osiyo chempioni, jahon chempionatida sovrindorlar qatoridan joy egallagan sportchi. Uning raqibi esa Nafis Tagiyev, qozog'istonlik sportchi, qo'l jangi bo'yicha jahon chempioni. Markaziy harbiy sport klubi sovrini uchun xalqaro musobaqa va chempionlik kamari uchun o'tkaziladigan bellashuv. Muzaffar Rajabov 1982 yil tug'ilgan, 8 yildan buyon mazkur sport turi bilan shug'ullanib keladi. Спортсмен 83 года рождения. Чемпион Азии. Разряда 2009 года. Тренером является Данеш Аджигембаев. Итак, встречайте. Нафис Тагиев, Казахстан. Tanish Jugunbayev murabbiyligida shug'ullanib kelayotgan sportchi, qozog'istonlik Nafis Tagiyev jahon chempionati sovrindori, Osiyo chempioni hisoblanadi. 1983-yil tug'ilgan sportchi. Bahrom Abdullayev referi uchrashuvni nazorat qilib boradi. Uchrashuvdan oldin referi ana shu vaziyatlarda sportchilarga ko'rsatma berib o'tishga haqli. Demak, sportchilar o'z joylarini egalladi. Birinchi raundga ruxsat beriladi, 3 daqiqa. Первый раунд. To'qson kilogrammgacha tosh bosadigan sportchilar. Hozircha dastlabki daqiqalarda Muzaffar Rajabov ancha yengil harakat qilayotganligini ko'ryapmiz. Qozog'istonlik sportchi esa masofani yaqinlashtirishga urinib ko'ryapti va bu yerda Muzaffar Rajabov tomonidan berilgan aniq bir zarba, knockdown holati, juda ham kuchli aniq berilgan zarba edi. Shu boisdan ham bu qozog'istonlik sportchining qulashiga sabab bo'ldi. Takroran lavhalar yodingizga solib o'tiladi. Muzaffar Rajabov kutilmaganda aniq bir zarba, Nafis Tagiyev bunday kuchli zarbani kutmaganda va qozog'istonlik sportchi muvozanatini yo'qotdi. 30 yoshli bu sportchi jahon chempionati sovrindorlari qatoridan joy egallagan, Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan sportchi. Uchrashuvni boshqarib borayotgan hakamlar ham albatta bu yerda hisob-kitobni yakuniga yetkazish shart emas. Ana shunday muddatdan oldin jang yakunlanadigan bo'lsa, mutlaq g'oliblik deb beriladi. Bu yerda Muzaffar Rajabov. Muzaffar Rajabovni ko'ryapmiz. Albatta bugungi bellashuvdan shunday tezkor bo'lgan sportchilarimizdan biri. Albatta, qozog'istonlik sportchilar ham
imkoniyat bor edi. Aytib o'tdik, 1983-yilda tug'ilgan bu sportchi Osiyo chempionligini qo'lga kiritgan, jahon chempionatida sovrindorlar qatoridan joy egallagan. Lekin bugun Muzaffar Rajabov birinchi bo'lib ulgurdi ana shunday kuchli zarbani yo'llashiga. Bu sport turida biz ko'rgan holatlar doimiy ravishda yuz beradi. Albatta yuz berishi mumkin bo'lgan sport turi. Kuchli zarba berdi, barchasini hal qilish ham mumkin. Muzaffar Rajabov albatta jang yakunlanganidan so'ng raqibiga o'z hurmatini ham bildirdi. Demak, bu uchrashuvda g'alaba qozongan Muzaffar Rajabovga nokaut bilan g'alaba qozongan Muzaffar Rajabovga chempionlik kamari topshiriladi. O'zbekistonlik sportchi, Buxoro o'zida tarbiyalangan sportchi. Osiyo chempioni, jahon chempionati sovrindori bo'lgan bu sportchimiz endi yana bir bor O'zbekiston chempionlik kamarini professionallar o'rtasida qo'lga kirityapti. Demak, qo'l jangi bo'yicha xalqaro turnirda yana reportajlarimiz davom etadi. O'z navbatida qozog'istonlik sportchiga ham chempionat medallari topshiriladi. Takror lavhada yana bir gol. Muzaffar Rajabov tomonidan berilgan zarba oxir-oqibat g'alaba uchun yetarli bo'ldi. Biz esa ayni daqiqalarda bugungi reportajimizni yakunlaymiz. Sharhlovchi Musulmon Elmurodov, rejissor Tolib Ro'ziyev. Keyingi dasturlargacha xayr omon bo'ling.